Mana shu simlarni qaranglar. Voy eshak degan joyda, bizning hech qanaqa husumatimiz yo'q. Simlarni qaranglar, uy montajiga, yoki uylarga borsa ham bunaqa dabdala qilib tashlab ketishadi. Mana buni qarang, qilgan uy montajini, bu tok emas, internetniki. Klientchi mana shu narsani umuman ko'rmaydi klient, to'g'risi. Lekin o'zining ishini yaxshi ko'radigan elektrik mana shunaqa qilib zo'r qilib ketibdi. Men to'g'risi bu elektrikka 5 ketdim. Bunaqa joylarni juda ham kamdan kam ko'ramiz. Birinchisi-manda. Birinchisi? Ha. Bizda ham birinchisi dursa bo'ladi bemalol. Mana bularni qaranglar, o'tganini. Даже zapassimni yerlarga tashlab yuborsa bo'ladi-da, yo'q. Fiksatsiya qilib, qotirib qaranglar, dodda qilib ketibdi, lekin har bitta uyga mana shu orqali bitta-bitta tushib ketyapti. Turishini qaranglar. Bu elektrikmi, kim u? Marsdan kelganmi, nima balo? Bunaqa ishlaydigan bormi? Menimcha uni Starlink'dami, Elon Musk'dami ishlab kelganlar birata. Va ashi doda mana Japonga biz aytganlik, bu uyga biza maslahat berganmiz, qanaqa topologiyada bo'lishini Japonga ana bu nimani tashlab ketdilar. Topli pol turbasini Japonga tushishini tashlab ketdilar. Lekin ishlariga вообще besh bor. Bitta like bosib qo'yinglar mana shu okeani besh ishlariga.